الغمدي فنخلغي gözüm kara olsun abdüm kemiyeten Buning uchun minnatdorchilik bildiraman va uchinchisi, demak, amaliyotda siz qaysini qo'llay olasiz kelajakda? Siz ayting. Mana shuncha ma'lumot eshitdingiz, ham aralashtirib olardik. Chunki Komil Ismoilovada aytganda bu xalq yo'lida aytib o'ylaganmiz, lekin ular ham bizga uncha nima bermaganligi sababdan shuni o'ylaganmiz. Hozir shularni farqlash, har yo'nalishlarni farqlash bo'ldi bizda ko'proq. Rahmat, ma'lumotlar uchun sog' bo'ling ustoz. Demak, ikkinchisi muhim ma'lumot. Birinchisi taklif edi. Siz agar ustoz o'rnida bo'lganingizda qanaqa dars o'tgan bo'lardingiz? Feedback orqali fikringizni bildik. Ikkinchisi muhim ma'lumot edi. Ustoz haqiqatan ham to'g'ri aytdilar.